bugün halkımızın 9 may bilen kutlar için çıktık. Tatar tasmaları taratır için. Tatarның üç tasması var. O Tatarstan bayrağı üstlerinde bizim tasmamız. Respublikamızın simvolu. Bunu birleştirici simbol olarak halkımızga taratırga oyladık. Hem de bu bayramdan kutlarga niyetledik. İkinci Bütün Dünya Savaşı'nda Tatarlar layıklı orun alıp kırıştılar. Bizning albatta Alexander Matrosovni, bizning Berlinni algan Gazi Zagitovni, Sirtlanova ham boshqalarni bek ko'p batırlarimizni esga olirga bo'ladi. Bizning bu aksiyamiz ularga hurmat, ularga o'zina bir don ko'rsatuv aksiyasida bularga qabul etirga kerak. Mana butun yerda Georgiy tasmalar taratalar. Biz esa o'z aqshabizdan millatdoshlarimizning halol aqshasidan olib tatar tasmalarini taratırga chiqdik. Hamda bu tasmani populyarlashtiramiz. Hamda biz Ozodlik Tatar yoshlar birligi uchun ko'ngildan Ikkinchi Butun Dunyo Savaşındagi jing'u bilan xalqimizni tabrik etamiz.